Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар. Sizlar bilan Ro'zmatjon G'ayratjonovich. Mana sovuq kunlarda noyabr oyida 9-noyabr kuni bugun. Mana buni ko'ryapsizlar. Bu yerda kattagina daraxt bor edi. Ana o'sha daraxt ildizi bu. Mana sizlarga ko'rsataman yo bismillah. Mana. Xullas ham teshikni ko'ryapsizlarmi? Ha, ildizini mana shunaqa qilib qazib chiqdim men. Ham chuqur. Qanaqa qilib olishingiz mumkin, so'rashinglar mumkin. Mana turpog'i. Turib olib sekin, asta erinmasdan qaziymiz. Buni atroflarini motorli arra bilan, benzinli arra bilan kesaman. Boshqa hamma atroflarini kesaman. Bo'tga nima qazib, ustidan stashka qilib tashlasangiz bo'ladi-yu, siz degan savolni berishingiz mumkin. Men xudo xolisa chiroyli dekorativni archa ekmoqchiman bunga. Yana sizlarga 8-noyabr kuni bir zo'r voqea bo'ldi. Hozir shularni obzorini xudo xolisa qilib beraman. Ketdi. Bizdan unchagina uzoqda bo'lmagan, shundoqqina orqa eshigimizdan chiqishingiz bilan mana qarang, asfaltga yotqizilganini. Shunaqa mazza sizlarga mazzami? Uchib yuribdi mashinalar. Mazza qaranglar, tekis yo'llar. Xudo xolisa mana 8-noyabr kuni bo'ldi asfalt. Chiroyli, ashu chotki. Hozir sizlarga stashka bo'ladigan joyni ko'rsataman. Mana shu uyimizni oldi. Mana stashka bo'lishi kerak. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoq asfalt, bu yoq stashka bo'lishi kerak. Shuning uchun Xudo xolisa mana shu uyimizni oldigacha chiroyli stashka bo'ladi inshaalloh. Sog'likda, salomatlikda, yaxshilikda ko'rishguncha sizlar bilan Ro'zmatjon G'ayratjonovich. Bu asfaltni aytgancha OPM budjet tarafidan qilib beraman.